haqiqatda ota-bobolarimiz Qur'onni mana shunaqa boshlariga ko'tarishgan. Hozirgi kunda mana meni o'zim taraflarimdan ham biz ham ko'p ulamolarni, o'sha imomlarni chaqirib aytaman. O'sha masjidga kirganimda xodimlarni chaqirib aytaman, shu belimizdan pastki bir joyda, makonda bir tokchalarda turgan bo'lsa, men o'sha vaqtdayoq tanbeh beraman. Birodarlar, Qur'onni ko'tariladi. Qur'on doim oliydir, uni ustiga bir narsa oliy bo'lmaydi. Bu Qur'onga bo'lgan sevgidan emas. To'g'ri, siz buni Qur'onni xorlamoqchi emassiz. Ammo zohirda shunday bee'tiborday turamiz. Zohirni ko'rgan inson nima deydi? Mana bundaqa ba'zi masjidlarimizda bor, shunday qo'yib qo'yganlar. Tizzada keladigan o'rin, bu xato. Bu Qur'onga bo'lgan ya'ni e'tibor emas. Bizi o'zimizni boshimizdan o'tgan. Yaxshi, alhamdulillah deyishimiz kerakki, bizni qavmimiz harna boshqa qavmlarga, ya'ni aynan arablarga qaraganimizda biz yana ham ya'ni ehtiromlimiz. Mana o'zimni boshimda o'tgan bir kuni o'sha shayximiz Shayx Abbos rahmatullohi alayhni masjidlarida ijozat to'yida biz o'zimizni o'zbek palovimizni, oshimizni qilyapmiz. Shayximiz yaxshi ko'rib shuni qilib bersangiz dedilar. So'ngra qilib turibman masjidning oshxonasida. Masjidning oshxonasining yonida u meni shogirdim aynan azondan. O'sha arabga men azon o'rgatardim. Lekin u masjidning noib imomi edi. Juda ham puxta qori. Endi qarang, juda ham puxta qori. Ijozali qori. Lekin Qur'onga odob bo'lmasa, hurmat bo'lmasa, Alloh asrasin, uni amallari habata bo'lib qolishligi mumkin. Bizi ota-bobomiz Qur'onni o'qiy olmasalarda mana shunday boshlariga qo'yib kelganlar. Toj qilganlar boshlarida. Shuning uchunki bizi elimizda alhamdulillah ixlos yuksak. Ixlos alhamdulillah butun. Ismoilni ko'ryapman, boyagi arab Ismoilni. Arablarni bilasiz, uzun ridosi kiyimi bo'ladi. Arablar jallabiya deyiladi. Misr lahjasida galabiya deyiladi. Galabiyasi uzun ko'ylagi, to'g'ri tizzasini yopgan. Ko'ylagini ustiga, ikkita oyoqlarini ustiga, agar qaniydi imkon bo'lganda ko'rsatib berardim. Oyog'i o'tiribdi, ko'ylagi tushib turibdi. Tizzasi emas, oyoqlarini ustiga, o'sha ko'ylagimni ustida-yu degan tushunchada Qur'onni qo'yib olgan. Mana bu oyog'i bo'lsa, oyog'ining ustiga shunday Qur'onni qo'yib olgan. Men unga gapirdim. Aytdimki, birodar, mana bu narsang noto'g'ri. Ha, nima bo'ldi dedi. Aytdim, yo'q, Qur'onga bir hurmat, ehtirom qani? Bu kalamulloh, irfa deyapman. Ko'targin deyapman. Kindingdan tepada bo'lishiga kerak desam, ayna daliluk. Bilasizki, ba'zi qavmlar har narsada dalil so'raydi. Kalamullohni hurmat qilinishligidagi o'zi, ya'ni o'sha so'zni o'zi dalil emasmi? Kalamullohni o'zi dalil emasmi? Bu kalamulloh Allohning so'zi deyapmiz. Allohning so'zini u so'z egasiga, ya'ni zotiga qaytarishligi bilan, Allohning kalomi deyilishligi bilan buyuk o'sha o'zini o'zi, ya'ni tasdiqlaguvchi, ko'taruvchi. Unga yana qanaqa dalil kerak? Ha, haqiqatda dalillarimiz bor. Shunday deb turganimizda Allohning bir lutfi bo'ldi. Ustozimiz Shayx Abbos al-Misri rahmatullohi alayhi kirib keldilar. Ayva Shayx Ali Amil dedilar. Qanaqa bo'lyapti? Juda ham xursand bo'lardilar. Bizni oshimizni garchi o'zlari ko'p yemasalarda Buxoriylarga hurmatan qavmiga, do'stlariga, shogirdlariga shuni yedirishlikni, itom qilishlikni, infoq qilishni yaxshi ko'rardilar. Hammasi joyida hazratim dedim, mana ko'rishingiz mumkin dedim. Men ziravasini tashlab qo'ygandim. Ammo dedim, vaqtida keldingiz hazrat. Dedilar. Nima bo'ldi? Men aytdimki, hazrat dedim, mana Ismoilni qarang. Qarang endi. Ana Ismoil demak ko'ngli xotirjam emaski, hazratimiz kelgandan keyin nega mushafni ko'tarib oldi? Qarayapmiz. Men shayxga, ustozga gapiryapman, buni shikoyat qilyapman, u Qur'onni ko'tarib olgan. Ha, demak qalbida xotirjamlik yo'q edi. Shunda keyin nima bo'ldi? Dedilar. Men aytdimki, shunaqa holat bo'ldi. La dedilar. La. Bu dalil so'rayapti dedim. Dalil o'zingiz ayting dedim. Keyin la dedilar. Sen ming agar hurmat bilan, ehtirom bilan o'qiyapman, men e'tiqod bilan, ixlos bilan bu Qur'onni o'qib takror qilib o'tiribman desang-da, lekin o'tirgan holating, hayating, surating ihana, suvar yoki sura min ihana lil Qur'onil Karim. Qur'oni Karimni xor qilishlik, unga hurmatsizlik qilishlik suratlardan bir ko'rinish dedilar. La ta'ud dedilar. Qovoqlarini ostilar, g'azablari chiqdi. La ta'ud. Boshqa bunaqa ish qilmagin dedilar. Demak, bu holatlardan Alloh asrasin. Bunda Qur'onda bizga baraka berilmaydi. Alloh asrasin, hatto qalblarimizdagi Qur'onni Alloh olib qo'yishligi mumkin. Qur'ondan keladigan barakalar, nurlar, ziyolar u uyga,
u xonadonga, u jamiyatga kelmaydi. Birinchi biz Qur'onni muqaddasligini qalban shuur qilib, uni his qilib, boshlarimizga ko'tarib, unga birinchi ta'zim bajo qilishligimiz kerak.